Respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish bo'yicha qabul qilingan qaror ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori o'rinbosari raisligidagi ishchi guruh Toshkent viloyatida o'rganish va tahlil ishlarini olib bormoqda. Dastlab Toshkent viloyati Nurafshon shahrida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori o'rinbosari Bahriddin Valiyev raisligida jinoyatchilikni oldini olish borasida o'tgan yilgi tizimli ishlash samarasi yuzasidan gapirilib, joriy yilgi rejalar, amalga oshirilishi lozim bo'lgan yumushlar haqida so'z yuritildi. Yig'ilishda O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi birinchi o'rinbosari va qator vazirliklar mutasaddilari, Jamoat xavfsizligi universiteti rahbariyati, oliy harbiy ta'lim muassasalari va oliy ta'lim muassasa rektorlari bevosita ishtirok etishdi. Shuningdek, Toshkent viloyati hokimligi va huquq-tartibot idoralari vakillari qatnashgan yig'ilishda mahallalarda jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha har bir tuzilmaga aniq vazifalar biriktirilganligi va Toshkent viloyatida bu borada bajarilishi lozim bo'lgan ishlar ko'rib chiqilishi, joylarda o'rganishlar olib borilishi aytildi. Aynan bu yig'ilishda ishchi guruh rahbari tomonidan ustuvor vazifalar belgilab berildi. Shu ustuvor vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida mana 10 kun davomida Toshkent viloyatida ishlar olib borilishi maqsad qilib qo'yildi. Bugungi kunda bevosita shuni ta'kidlashimiz joiz. Mahalla yettiligiga Jamoat xavfsizligi universiteti tomonidan alohida metodikalarni ishlab berilganligi, bu metodikalar bugungi kunda albatta har bitta yettilik uchun xizmat faoliyatini davom ettirishda dastur amal bo'lib xizmat qilayotganligini alohida e'tirof etishimiz joiz. Dastlabki manzil Nurafshon shahrida joylashgan Sayber universiteti bo'ldi. Tashrif davomida ishchi guruh tomonidan universitetda olib borilayotgan ta'lim-tarbiya ishlari, talabalarning bilim salohiyati, yaratilgan shart-sharoitlar bilan tanishib, talabalar bilan ishlash tartibi yuzasidan o'rganish va tahlil ishlari olib borildi. Bir so'z bilan aytganda, mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish bu nafaqat huquq-tartibot idoralarining vazifasi, balki har bir fuqaroning ogohligi va hamjihatliligiga bog'liq bo'lgan ijtimoiy mas'uliyatdir.